Aparatimiz giga apparat surish jarayon. Akamiz dori dastasini oldik. Mana gilamimizni pastdan qurib chiqdi. Olib mana oyoq qo'ydik. Gilam soldik. Qolani ko'rsataman. Tugamaydi apparat, ko'rsataman. Tugamaydi. Olib o'rnatib yurdik. Buni oldida yana bitta 4,5 metrligimiz bor. Uni kilo olib sotganmiz. Bu yerga hozir opasida 6,5 metr tutgan apparat ko'rib berdik. Akamiz o'zini ko'rsatamiz. Aka, apparat qalay? Yaxshilayaptimi? Zo'rmi? Ha, Samarqandda qayerdamiz hozir biz? Do'stlik mahalla. Samarqand bo'yicha, kimda shunaqa katta gilamlar bo'lsa, 5 metrdan oshiq akaga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa Samarqandda bitta bo'lgan sentrafik apparat sotib oldi. Xudo xolasa hozircha bitta Samarqandda katta hajmdagi gilamlar, anaqa ko'rpachalar, har xil palaslar hamma akamizga murojaat qilasizlar. Nomerini pastga qo'yib qo'yaman. O'zi olib borib, o'zi olib kelaveradi. Sharoitlarini ko'rsatamiz ichkarida. Ha, aka, bir yuring ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana akamiz sharoitlari kafelning holatlarida bo'lgan rotterlar, turetskiy rotterlar, mana bunaqa turetskiy, manaqa gellar, atirlar, shampunlar chiqarib yuboradi. Samarqand bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Samarqand shahridagilarga yurib tozalab, dastlabki xizmatlari yoqmasa bepul ham akada. Aka, necha kundan beri gilandi? Hech kun ichida yetkazib bera olasizlar gilamni? 3 kun 4 kun ichida akamiz bemalol yetkazib beradi. Murojaat qilaverasizlar. O'zimiz akamiz tajribasi bunaqa 1 yillik bolalar. Pastda 7 yildan o'tdi. 7 yil 8 yil bo'lib gilamni. 5 yilmi? 5 yil, ha? 5 yil deylik. 5 yil. Akamiz 5 yillik tajribasiga bor, o'zining avtomobillari ham bor, yuvib tozalab yetkazib beradi. Bundan tashqari faqat gilam emas, adiyor pardalar ham yuvoradi. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Sizlarga ham shunaqa sentrifugalar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar yoki gilam yuvish xizmati kerak bo'lsa akamizga Samarqand bo'ylab telefon qilaverasizlar. Nomerlarni hozir pastga qo'yib qo'yaman. Shu yerlarda sushilka, yuyadigan joylari bor, madanalar, zaxira joylari bor. Qishga yuvoradi. Xudo xolasa apparatlarni eng faol, eng yaxshi apparatlardan berdik. Mana hali ham apparat ishlab turibdi. Va gilam siqyapti. Hozir gilam siqqandan keyin bitta holatini qo'yib beramiz. Qanaqasini ko'rasizlar, mana tugamaydi apparat, ko'raverasizlar mana uzunligini.